Bunaqaligini aytmagandim, chunki 4 metrli yamadan 1,5 metrli rayhonni chiqishi menimcha imkon yo'q. Rayhonni 2 ga ko'paytirsa ham menimcha imkoni bo'lmaydi. Yutaman deb o'ylaysizmi? 100% yutaman. Shuncha odam hozir sizga muxlislik qildi. Shuncha odam sizga balet qilib yutqizaman deb o'ylaysizmi? Yo'q, yutamiz. Yutasizmi? Endi onani ochinglar. Men chista raqobat sezmayman. Davay Rayhonni, ehtiyot bo'ling-ey. Ha, joylashmaganda qaranglar. Yordam beraylikmi? Ha. Qani oching-chi. Nima tanlab bering? Rayhon oxirgi yordamingiz. Teshadi, tesha tanlab bering. Nima tanlab bering? Kattaroq narsa. Azim hal qiling. Azim esab qol, men ham senga tanlab beraman. Hayotingiz bani qo'lida. Hayotim yaratganning qo'lida. Bu tamom bo'ldi. Tepida hozir qiz turganlarmi? Qiz uchun olardim. Yaxshi. Halol jon ekan. Jigarim, chiqing, sovg'a sizniki bo'lish kerak. Yaratganning o'zi bizga madadkor, kim ham bizga teng keladi. Raqobat sezmayman. Haqiqiy qahramon tushmoqda aziz do'stlar. Men qolmaysiz, ishoning. Senga qalam tushgan alamsan. Qolmaysiz, barda. Davay. Xeytiringizga nima deysiz? Indamaslikning o'zi bu g'alaba, mana bu chiqqanim o'zi yetadi.